Hurmatli foydalanuvchilar, 2 daqiqa ichida xuddi shunaqa aqliy jadval hosil qilishni istaysizmi? Unda ketdik. Masalan, Jizzax viloyatini bossam, Jizzax viloyati qoldirib beradi jadvalim ichida. Qashqadaryoni bossam, Qashqadaryo, Samarqandni bossam, Samarqand. Xuddi shunaqa aqliy jadvalni hosil qilish uchun videoni oxirigacha ko'rib boring. Buning uchun bizlarga jadval yasalgan bo'lishi kerak va jadvalimizni umumiy belgilangan holatida uskunalar panelimizni oxirgi qismida konstruktor ochiladi. Konstruktorga o'tib, Stavить срез qismiga o'tib olamiz. Stavить срез qismida tepadagi jadvalimizni zagolovnik qismida joylashgan tartib raqam viloyatlar, qadoqlash uchun eksport qiladigan va import qiladigan kabi zagolovnik qismidagi ma'lumotlar chiqadi va biz viloyatlarni tanlab olamiz. Va OK tugmasini bosamiz. Ochilgan oynadan parametr ochiladi. Parametrda o'sha ochilgan oynamizni nechta ustundan iboratligini ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Mana stolsiz va bu yerda men 6 ta qismga bo'lib olaman va jadvalimizni yaratilgan oynamizni kengligini kattaroq qo'yib olaman va balandligini qisqaroq qo'yib olaman. Va qarabsizki, jadvalimizni tepa qismiga yaratilgan oynamizni qo'yib olishimiz kerak bo'ladi. Va mana Jizzaxni bossam Jizzax, Qashqadaryoni bossam Qashqadaryo, Samarqandni bossam Samarqand. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'yishni unutmang. Kommentlarda yana qanaqa videolar chiqishligini istay qolasiz.